Boshqa buyuk alomatlardan biri esa Yajuj va Majujning chiqishidir. Rivoyatga ko'ra, Zulqarnayn shimoldagi tog'li hududga safar qilganida Yajuj va Majujdan shikoyat qilgan bir xalq bilan uchrashadi. Ular deydilar: "Bizni Yajuj va Majuj balosidan himoya qiladigan devor qurib bersang, senga haq to'laymiz." Shunda Zulqarnayn devor qurib beradi. Devor bitgach, Yajuj va Majuj undan hatto kichik bir teshik ham ocholmaydilar. Zulqarnayn esa bu devor faqat Alloh belgilagan vaqti kelganda buziladi deydi. Bu ham qiyomat alomatlarining biridir.